Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 9 ayning 10 kuni juma. Men Amerikaniki Kaliforniya shtati Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Yine biraz uçur yetkizib qo'yay deb chiqishim bugun sizlarga. Bu haftadagi birinchi cho'ng xabar bugun Angliyaniki London shahrida ikkinchi qatimliq xalqarалық Uyghur soti başlandı. Bu Uyg'urlar uchun aytib bir cho'ng ish. Men shu munosabat bilan barliq Uyg'ur qarindoshlarni qizg'in tabriklayman. Muborak bo'lsin. Shuning bilan birga naytı ko'p tirishchiliklarni ko'rsatib, mush qatimki sotniki naq maydoniga berib, ashada isbot berayotgan yoki mushlarniki o'ngishli bo'lishiga yordam qilayotgan yoki kuzatuvchi bo'layotgan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shuning bilan birga chet eldagi barliq qarindoshlarniki bu ishni qizg'in qo'llab berishini ro'yi, ma'naviy va moddiy jihatdan, shuning bilan birga Xitoyning hujumiga taqabul turish jihatda bir kishilik to'pi qo'shishni umid qilaman. Bo'libmi hozir Xitoy hukumati bu ishga qarata keskin paraganchilik harakatlarini elib beryapti. Ashta bu boshqa qarindoshlar ularniki oldam xalq tushib qolmanglar. Ularniki xato yetaklashi bilan qalaymiqan dunyo Uyg'ur qurultiyi yoki sud qatnashayotgan qarindoshlar qarshi gap so'z ish harakatlarda bo'lib qolmanglar. Bu Uyg'urlar uchun bek cho'ng ish. Shunga bundan hammamiz xush bo'lishimiz, shundaqla bu ishni hammamiz o'zimizniki imkoniyati yer bergan doirada qo'llashimiz kerak. Shunga buni alohida ta'kidlab qo'ydim. Bu hafta xalqaro xabarlar ancha ko'p emas bo'libmi. Amerikada yaqinda bir qancha ishlar bo'ldi. Asosan odamniki ko'nglini bak yerim qildigan ishlar. Masalan 8 ayning 28 kuni Biden Avstraliyaniki yangidan saylangan boshbaqani bilan ko'rishgan Oqsaroyda mening bilishimcha. Shu jarayonda ko'rishishning naq maydonida uxlab qolgan ko'rinishlari televizorlarga chiqib qoldi. Nayt bir sachik ish bo'ldi. Shundan keyin Amerikadagi bir qism siyosatchilar bo'lib mujmuriyatchilar buningga qarshi bayonot e'lon qilish, Amerika hukumatining tanqidlash qatorliq ishlari bo'lib ketdi. Afg'oniston masalasida o'xshash endi. Bu jihatda hozir intayin ajoyib ishlar bo'ldi Amerikada. Hozir Biden bu Afg'onistonning ishlari to'g'riliq jiqshan katirib qo'yganlik uchun muxbirlar savol so'rasini javob bermay, asosan Bidenning atrofidagilar uni qat'iy Afg'oniston ishi to'g'riliq gap qilmaslikqa buyuribdi uni. Shu cheklagandaklar ish qilibdi. Ba'zilar deydi hozir Amerika hukumatini Biden boshqaratamdi yoki boshqa bilgil bo'lmaydi deb. Shunga ashtaraq ishlar bo'lib qoldi. 2 kun oldida Pelosi bir gap qildi Afg'oniston masalasida. O ayaldaydı bu işinki dastlabki mezgilde bir kısım çang tuzanlar payda oldu. Bu normal iş. Ama Afganistan'dan çekinip çıkış naiti nindeyimiz naiti dereceden taşkıracağı derecede oңuşluk oldu degende gaplarni qildi. Bu gaplar bu emniyetga uygun emas. Bizning xabarda bo'lgandek bu qitim Amerika intayin qattiq chandudi xalqarada mush bir ishda. Bu bir qandaqdir aytib cho'ng g'alaba bo'lgan ish yo'q bu yerda. Uning ustiga dastlabki qismida ancha-muncha chang to'zonlar chiqib qolgan ishmi yo'q. Bu yerda nimadagi Kabuldagi aerodromda portlatish yuz berib 14 Amerika askarlari o'ziniki hayotidan ayrildi. Bu bir cho'ng voqea amaliyotda. Qandaqdir bir kichik chang to'zonlar emas. Hozir Amerikaniki siyosiy sahnalarda bo'layotgan ishlarni ko'rsanglar, adamniki ko'nglini bekardan yerim qilg'ashlar bakchiq. Ashta bu boshqa men imkon bor ko'maslikka sizlarga bu vaqtda gap qilmaslikka tirishyapman. Ammo bir qancha ishlar ashta bir mening biroz diqqatimni tortqan deb qo'ygim keldi. Yana bir ish o'tgan hafta dedim John Kerry Amerikaga vakolatdan Xitoyga berib, Xitoy bilan muhitni asrash sohasida yer shariniki isib ketishniki oldin olish sohasida suhbat o'tkazish uchun Xitoyga borgan. O adamni Beijing'e taklif qilmaydi Xitoy davlati.
faqat Tianjinga olib borg'izdi. Tianjinga olib borib, anadagi Tianjinda Xitoyniki tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan videolik ko'rishdi. Acayip g'alati ish. Bu odamni Xitoyga chaqirib olib, u yerda Tianjinda o'tirg'izib qo'yib, Wang Yi Beijingda o'tirib videolik ko'rishdi. Unaqa videolik ko'rishga sho'p qolsa, bu odamni Amerika Xitoy operasiyaning hojati yo'q aslida. Mushundaq bir sharmanda ishlar yuz beryapti. Xitoy uchun sharmanda, Amerika uchun aytib bir deymiz, Amerikaga munosib emas ishlar yuz beryapti. Andan keyin yana bir cho'ng oldingi hisobning yana birisi bor, bu virusning kelib chiqish manbasi to'g'riliq. Bu to'g'riliqmi yaqinda Amerika bir doklad chiqarib, Xitoy bizga virusniki dastlabda qanday tarqalganligi haqidagi uchurlarni bermadi. Shunga biz bu virusniki Xitoydan boshlanganligini jazmlashtiramidik degandek bir xulosa bilan bu ishni oxirlashtiryapti. Bumu intayin odamniki ko'nglini yerim qilgan bir adolatsizlik bo'ldi biz uchun. Biz Uyg'urlar adolatsizlikka intayin hushyor, bak sezgur ashtaq kelimiz. Bu yerda ikki cho'ng omil bor. Uniki birisi Xitoyniki Wuhandagi shu virusning tarqalishi sohasidagi uchurlarni xalqaroga bermasligi bu bir cho'ng omil. Ikkinchisi ayni vaqtda Xitoy Wuhandan Xitoy davlat ichidagi boshqa yerlarga boradigan butun aeroplanlarni yotqizib o'tib, xalqaroga, Yevropaga borgan aeroplanlarni to'xtatmagan. Shunga bu yerda qasdlik bor. Qasdlikmi shu virusni butun dunyo taqtishtir bor. Mush ikki omilning o'zilamkin xalqaroniki Xitoyni jazolashiga yetib oshdi aslida. Lekin Amerika yetib oldi. Amerika hukumati yetib oldi hozir. Shunga bu ishlarni odamlarga ko'ngli bak yerim qiladi. Buning qarata necha 10 kunda vaqt oldi deyman. Burungi Amerikan tashqi ishlar ministri Pompeo bir maqola yozibdi. Uningda hozir Amerika hukumati bu jihatda tadbir qilgan bo'lmasa, xalq Xitoyniki ustidan bevosita arz qilsa bo'lganligini o'tirib qo'yibdi. Uniki qonun asoslarini ko'rsatib turibdi. Andan keyin bu iqtisodiy to'lamning nima kelganligini nima ko'rsatib turibdi mening anglashimcha. Hammamizning xabarda bor. Xitoyniki markaziy hukumat Zhongyang va Yuanlarniki 95% dak odamlarning xotin bolalari pullari chet elda ekan. Bunun 90% dak nasiri Amerikada ekan. Ayta bu boshqa o'tganda Xitoy hukumati Amerikada talab qo'ygan vaqtida 13 moddalik talab. Birinchi moddasi Xitoydagi kompartiya a'zolarining va uning xotin bolalarininki Amerikaga kirishini cheklatmasa degan talabni o'tirib qo'ygan. Bunun sababi Xitoy hokimiyat beshidagi hamma odamlarning Amerikada mustaq cho'ng iqtisodiy manfaat bo'lgani uchun. Shunga agar xalq qo'zg'alib yerda Xitoyning to'lam to'ltimiz desa, hozir Xitoyniki Amerikadan olgan 10 trillion dollardek zaimi bor. Undan boshqa Xitoy hokimiyat beshidagilarniki Amerikaga akilib bankaga sep qo'ygan pul, Amerikada olgan uy, mol, mulklari intayin ko'p bo'lgani uchun bu ishni bitlab qilib bo'ladi, davatudi analizchilar. Shunga muhtashlar bo'ldi. Ish qilib bu ishlarni odam o'ylasa, ko'ngli yerim bo'ladi. Endi bu haftada chiqqan yana bir cho'ng xabar, bir qora oqqunniki Beijing Tiananmen maydoniga qo'nganligi bo'ldi. Buni sizlarga bir ko'rsatib qo'yay. Chiqish mumkin. Bu qanday ish ekan desanglar, 9 yanvar 5-kuni o'tgan shanba kuni Beijingda atiganda bayroq chiqarish murosimi bo'lib, bayroqlarni chiqarib bo'lgandan keyin bir qora oqqu shu bayroq chiqargan yerga yaqin bir yerga qo'nib 2 soat nayte obdan sayohat qilib, o'zimizga minib odamlardan qo'rqmay acha yuribdi Beijingda. Jugandan keyin bu ish hozir intayin cho'ng xabar bo'lib ketdi. Xitoyning ichida xalqaro xabar bo'ldi. Bu nimishqa desanglar, bu qora oqquniki bir qism arx ko'rinishi bor ekan. 17-asrdan burun Yevropaliklar qora oqqunni ko'rib boqqan emas ekan. Shunga qara oqquniki balig'ini bilmay belki oqqu deganimiz abatning rasmini ko'rsatib qo'ydim. G'ozga o'xshashroq bir narsa. Keyin Avstraliyada bir qara oqqu bayqilib, shuningdan keyin
Yevropalıklar işte qara aqu barlığını mı biliptiki. Bu şundan başlap bu qara aqu yüz birish ehtimollığı intayin tüven ama yüz bergen ta'siri intayin çoğun ishlarniki bir xil simvoli bo'lib qolgan. Masalanga nimadagi 2001 yildagi 11 sentabr voqeasi buni qara aqu voqeasi deb ataydi ekan arablar. Ondan keyin 2016 yili Amerikada Trump'niki prezident bo'lib qilishi buni qara aqu hodisasi deb hisoblaydi ekan g'arbdagilar. Nimishqa desa 2016 yili Trump'niki prezident bo'lib qilishini nurg'un kishilar ishonmagan prezident bu olayaqaliqiga. İşte bu başka bu qara aquniki işte bir çok ahmiyeti var bir narsa ekan. 2001 yili şu qara aqu ülümü degan bir atalg'u paydo bo'libdi, o'tirib chiqibdi g'arbda. Shundan keyin bu 2008 yildan boshlab bu hukm nayda ko'p ishlatishga boshlabdi. Endi bu yerda qara aqu yuz berish ehtimoli ancha yo'q, ammo yuz bergan dunyoni tavritadigan çoğun işlarga vekillik qilganlik uchun Xi Jinping bak qo'rqidi ekan qara aqudan. Oniki ba'zi nutqlarda buni tilga olgan yerlari bor ekan. Shuning bilan bu qatim bu bir qara aquniki Beijingga Tiananmen maydoniga bayroq chiqish murosimidan keyin qo'nib 2 soat lag'ashib yurib o'sha qilgani bu Xitoylarda Xitoyda bir cho'ng ta'sir qo'zg'ab bütün cho'ng medialarda bu gipi bo'libdi. Şuna bunu sizlarga bir deb qo'yg'im keldi. Hozir nurg'un kishilarga qarshi bu Tiananmenga qara aquning qo'nishi Xitoyda bir cho'ng o'zgarishning bo'lganligidan darak berdi deb o'ylaydiganlarmi ko'pkan endi. Ma'lum ma'noda aytganchada bu bir xurofotlik bo'ladi, lekin deb o'ylaydiganlar jo'q Xitoyda. Shuning bilan tang mush qara aquniki ishi bo'lib aytislamkin yanandiki o'nkir o'ylar bor. Aynı vaqtda mavzudan qatorliq qat ko'taygan yanındaki ünkür öyle. Şu öylerden altıdak ölüp düşüptü. Evet İslam'ın. Şuna kişiler bunu bu işkisini bağlap Xitayda bir çoğun özgürlüş buluş mümkün dep bulup mu Xitay hakimiyeti ağırılıp düşüş mümkün dep qaravatqanlar xili bayken hazır. Endi o'tgan hafta sizlarga men ikki odamniki ikki parcha maqolani gapini qildim. Birisi Li Guangman degan odam Xitoyda bir nihoyatda ko'p cho'ng o'zgarishlar bo'lishga boshladi degan bir maqolani chiqargan. Bu maqolani Xitoydagi intayin cho'ng ko'plagan cho'ng medialar tarqatdi. Undan keyin Hu Shijin degan Xitoy u bir maqola yozib, bu Li Guangmanniki degan gaplari bu xato hukmmi yoki xato boshlashmi deb bir maqola e'lon qilgan. Bu ikki maqolani bo'ylab yaqinda xil cho'ng ishlar bo'ldi Xitoyda. Dastlabda Hu Shijinniki maqolasini evatdi ijtimoiy tarmoqlardan. Keyin Hu Shijinnikini qayta chiqarib Li Guangmanning maqolasini evatibdi. Bu yerda Li Guangman Xi Jinpingni qo'llaydigan tarafniki bir vakil ekan. Hu Shijin bo'lsa Xi Jinpingga qarshi tarafniki vakil ekan. Şuna qaysi maqolani elib chiqarib qaysi maqolani shaklga etishi Xitoydagi huquq kurishida qaysi taraf biroz usulni egallayotdi degan narsadan darak berdi ekan. Undan boshqa ishlar bo'lib ketdi. Masalan, Xitoyga pasport bermaslik, ingliz tili darsini amaldan qoldirib, Xi Jinping ideyasini cho'qim o'qiydigan majburiy dars qilib o'rnini qo'yish degandek. Mush ishlarni qanday tushunishimiz kerak? Hozirgi Xitoyda yuz berayotgan shundoq bu voqealar cho'ng ishlarni tuvandagi bashiyatdan tushunish mumkin. Men buni shu siyosiy analizlarniki nutqlarini anglab yurib shuna asosan xulosalab qo'ydim. Ba'zilarni bo'lmuş bo'yicha xulosalab ekan buni. Endi uniki birinchisi, hozirgi birinchi yakun nima desanglar, Xitoy Amerika munosabati hozir bir saqayt qilib bo'lmaydigan darajaga berib yetdi deydi. Ashta boshqa hozir endi Xitoy Amerikadan voz kechdi. Ashta boshqa bu qatim John Kerry Xitoyga borgan chaqda uningmi hech qanday qiziqmadi. John Kerry bu havoning bulg'unishi, yer sharining isib ketishi to'g'riliq paranglashman desa,
Xitoy bu temalarni bir yerga qarab qo'yib, Amerika Xitoy munosabati to'g'ri so'zlashimiz, undan boshqa temalarni so'zlashmaymiz deb turib olgan ahvol bor. Ondan keyin Kerryni hech qanday ko'zga ilmaslik mushtaq bir narsani ifodaladi bu qatam. Yana bu yilning oxirida Biden bilan Xi Jinpingning ko'rishishi Germaniyaniki davlat boshlig'idagi Xitoy kelib ziyarati bo'lishi degandek bir qism planlari bor. Hozir endi siyosiy analistlar deydi, bularning hech qanday mumkin emas deydi. Hozir Xitoy Amerikadan butunlay umid uzdi. G'arbliklarnikimi qolgan jihatdagi ishlarga ancha qiziqmaydi. Bulardan voz kechdi deydi. Bu birinchi yakun yaqinda kelib chiqayotgan. İkincisi, hozir Xi Jinping'ninki sosyalizm ideyasi bilan G'arbniki qimmat qarshi o'tirsida hayot mamatlik kurash bo'lyotdi. Yaqinda Xi Jinping Zhongyang Dangsha Markaziy partiya maktabiga berib so'zlagan chaqda hozirgi tesh holatda kurashsiz yashag'ili bo'lmaydi degandek bir gaplarni degan. Amaliyotda buning degan bu kurashni qandaqdir Xitoyniki davlat ichidagi sinfiy kurash emas. Xitoyniki sotsializm ideyasi bilan G'arbniki qimmat qarshi o'tirishiga kurashga qaratilgan deydi. Hozir Xitoyda bo'layotgan cho'ng ishlarning hammasi mushu siziqni bo'ylab bo'lyotdi deydi. Bu ikkinchi yakun. Uchinchi yakun, hozir G'arbning Xitoyga qaratgan qo'rshovi Xitoyniki davlat ichida har xil cho'ng ijtimoiy hodisalar va cho'ng xatarlarni paydo qildi. Bu nuqtada hozir Xitoy hokimiyat beshidagilar bir xil bu jihatda bir o'rtoqlik shakllantirdi deydi ideya jihatdan. Bizni butun g'arbliklar qo'rshidi. Mushu qo'rshovning ostida bizga bir cho'ng tahdid bo'ladi. Ondan keyin bundan keyin cho'ng ijtimoiy voqealar, hodisalar yuz berdi degan ko'z qarash. Buningki bu ishlardagi bir misol Litvada bo'lgan ish. Litva xususan Tayvanda, dastlabda Tayvanda bir rasmiy ishxona qurdi. Undan keyin Yevropa parlamentiniki xalqaro ishlar, tashqi ishlar komiteti yaqinda bir qaror oldi. Tayvan ishxonasi qurish haqida. Shuna qilib hozir endi yaqinda yana Germaniya, Kanada va Yaponiyada davlatniki birinchi qo'l rahbarini saylaydigan ishlar bo'ldi ekan. Bu ishlarning hammasida bu qatim Xitoyga qarshi turadigan tarafning odamlari chiqadi dedi o'tirga. Ashta bu boshqa hozir Xitoy endi o'ziga kelayotgan bir xalqaro cho'ng qo'rshovni his qilib, buningdan keyin biz ashta bir cho'ng tahdidning ichida yashaymiz. Agar biz diqqat qilmasak, biz xatar ichida degan bir tuyg'u paydo bo'ldi deydi Xitoy hokimiyatining ichida. Qisqasi hozir hammamiz ko'p turayotgandek Biden ojizlikni ifodalayotdi Xitoyga qarata. Lekin Amerikadan boshqa g'arb ellari bo'lsa, bir intan kuchli birlashib hosil qilyotdi Xitoyga qarshi. Bu uchinchi yakun. To'rtinchi yakun, hozir Xitoyda intan cho'ng iqtisodiy chekinish yuz beryotdi. Ehtimol anlagansizlar, Xitoydagi cho'ng shu uy savdosini qilgan shirkatlar hozir qarzi bo'lib, nayti bir cho'ng yomon oqibat kelib chiqish ehtimolligi bor hozir. Bu jihatda analizlar ko'p gaplarni deyotdi. Endi mushtaq iqtisodiy jihatdagi chekinish yuz bersa, Xitoyda yana yangi bir qism ijtimoiy masalalar vujudga keladi. Shuni qanday hal qilamiz degan masalada hozir yaqinda Xi Jinping o'rtaq paya bo'lish degan siyosatdan o'tirib chiqarib, shu artist, kino artistlari, sahna artistlari, mediachilar degandek, andagi cho'ng shirkatlar, Alibaba o'xshash mushlardan pullarni davlatga biringlar, bizamiz tangbay bo'lamiz deb hozir endi Xitoyda baylarni yo'qotish bir to'lqini qo'zg'aldi. Mushu amaliyotda shu iqtisodning chekinish tufaylidan kelib chiqadigan ijtimoiy o'zgarish, ijtimoiy tahdid, shuning oldini olish uchun qo'llanayotgan tadbirlar deydi. Beshinchisi, hozir Xitoy hokimiyati o'ziniki ag'darilib ketadiganligini biroz his qilib,
o'ziniki hozirgi hokimlikni saqlab qolish uchun davlatni taqimsaq bo'lmaydi ekan deb bir qism ishlarni qilyotidi. Uniki birisi Xitoylarning chet elga chiqishini to'sish, pasport bermaslik, anikin ingliz tili o'rganishini to'sish degandek. Ma ishlar asosan Xitoy rahbarlari hozir qandoq badal to'lasakmi mayli, biz hozirgi oqibatni saqlab qolmasak bo'lmaydi deb mushundoq Xitoyniki davlat ishigini taqash yo'liga mengayotganligini ko'rsatyotadi. Shunga hozir yuz berayotgan ahvollarni shu 5 soatdan tushunsak, biroz aqlga muvofiq bo'ladi ekan. Shunga sizlarga men qisqacha xulosalab qo'ydim buni. Endi bu o'tgan bir hafta yaqinqi bir necha kun ichida yuz berayotgan hodisalarga qaragan chog'da Xi Jinpingniki o'rni biroz to'layotgandek qiladi. Buniki bir misoli men abatin degandek Xu Xijinniki maqolasi to'rda bor, bu Li Guangmanniki maqolasini to'rdan evatdi. Shunga Xi Jinpingga qarshi adamning maqolasi bor, himoya adamning maqolasini evatdi. Bu ashniki bir ifodasi deydi. Andan keyin hozir harbiy ichidami bir xil jiddiylik bor ekan. Bo'libmi shu yaqinqi birer yildek vaqtning ichida Xi Jinping g'arbiy rayonniki bosh harbiy qo'mondonini 3 qatim almashtirib bo'libdi bir yilning ichida. Shunga Xitoyniki armiyasi ichida mesela siyosiy o'zgarishga tayyorlanayotgan ahvollarni bo'lishi mumkin. Bo'lmasa bundaq harbiy generalni ko'p o'zgartiradigan ish bo'lmaydi deb siyosiy analizda mushkatni deyotdi. Bu yil 11 ayda Xitoy Kompartiyasiniki 19 qurultayiniki 6 umumiy yig'ini ochildi ekan. Mushu yig'inda qildigan ishlarniki birisi Xi Jinpingning rahbarlik o'rni haqida bir tarixiy xulosa chiqarish. Xabarlarda bu 3-chi qatimliq bo'ladi. Burun Mao Zedongniki o'rnidan xulosa chiqaradigan bir yig'in bo'lgan Xitoyda. Undan keyin Deng Xiaopingning o'rnidan xulosa chiqaradigan bir yig'ini bo'lgan Mao hamda Xi Jinpingningki haqida. Shunga bu yig'in intayin pek muhim rol o'ynaydi ekan. Shunga hozir kishilarning ko'zi bu shunga pek tiklilik endi. Mushu yig'inniki xulosaniki qanday bo'lishi Xi Jinpingniki kelar yil yana davomli Xitoy davlat rahbari bo'lib turamdi, tamomdi degan narsani belgilaydi ekan. Shunga hozir ko'zda mushu yig'inga tikilyotdi. Bu hafta ko'proq chiqqan yana bir gap Amerikadagi George Soros degan odamniki Xitoy haqida degan gaplari. Bu George Soros degan odam Vengriyaniki Budapest shahrida tug'ilgan odam ekan. U shayga ko'chman bo'lib kelgan bir Yahudiniki oilasida tug'ilgan odam ekan. Bu odam Amerikadagi eng boylarniki birisi. Masalan, uniki uniki shu 2021 yilniki 5idagi boyligi 8 milliard 600 milyon dollar ekan. 8 milliard 600 milyon dollar. Bu odam 1992 yili Angliyada bir cho'ng pul krizisi bo'lgan vaqtda 10 milliard dollar pulni stok paychak bozorida yo'q paychakni sotadigan ishga sarf qilib, shu chog'dagi cho'ng iqtisodiy krizisda 1 milliard Angliya sterling foyda ko'rgan odam ekan bu. Bu yerdagi yo'q paychakni sotish degan gap, siz ko'pincha vaqtlarda paychakni elib, bosi o'z sotaman deb tursiz. Buning qarshisimi bor? U nima desa, siz o'zingizda yo'q paychakni o'tnetib sotasiz uni. Maqsad o paychakniki bosi tushib ketgan chog'da uni elib, setib olib, uni qaytarib berish. Madem shuni qilibdi, ikkinchisini qilibdi ekan. Shu chog'da 10 milliard sterling mablag' silib 1 milliard sterling paydo olgan ekan. Shundan keyin boy bo'lib ketgan odam. Bu odam hozir dunyo xarakterlik bir cho'ng harakat bor. Buni inglizcha deep state movement deydi, chunqur hokimiyat, yerasti hokimiyat, chunqur hokimiyat hodisi degandek bir narsa.
bu adam shuning ichida cho'ng rol o'ynatgan adam. Bu harakatniki nishoni nima desanglar, dunyodagi davlat hokimiyatlarining hammasini amaldan qoldirib, bir dunyoviy hokimiyat tiklash. Bu dunyoviy hokimiyat amaliyotda sotsializm ideyasi bo'yicharoq ish qiladigan hokimiyat endi. Baştaq bir cho'ng ish bor dunyoda bo'layotgan. Madem shuningga to'p qo'shayotgan bir adam, o'tgan yilgi saylovda Trumpning chiqib ketishiga munoyati cho'ng kuch chiqqan adam bu. Endi bu adam burun Xitoyniki yaxshi gapini qilgan odamdi. Lekin bu yil bir yilning ichida to'satdan Xitoyga qarshi gapirgan bo'p qilib, hozir 3 maqola e'lon qildi. Bu maqolniki birisida deydi, Amerika bundan shu Amerika Xitoy virusi masalasida Xitoy bilan hamkorlashmasligi kerak degan bir temada bir maqola e'lon qildi ekan. İkincisi, shu 8 yanvar 14 kuni yana bir maqola e'lon qilib, Xi Jinpingning diktatorligi Xitoy hokimiyatining o'lib tushish xatarini paydo qilyotidi degan mazmunda yana bir maqola e'lon qildi. Ondan keyin 3-chi maqolada Xi Jinping dunyodagi ochiq jamiyatning eng xatarlik dushmani deb yana bir maqola e'lon qildi. Yaqinda mushto'g'riliq gaplarni biroz ko'p Soros degan mushtaq adam, shunga bular to'g'risida tushuncha berib qo'ydim. Endi o'zimizniki gapiga kelsak, yaqinqi bir qancha kun ichida ko'rdinglar, Uyg'ur axborot markazi ikki cho'ng jadval e'lon qildik. Uniki birisi Xitoydagi Xitoy Sharq Turkistonda qurgan Uyg'urlarni qo'l ish chiqib ishlatadigan zavodlarning tizimligi. Bu tizimlikda jami 3251 shirkat bor. 2015-yildan boshlab qurilishga boshlangan. 3251 shirkat, Uyg'urlarni qo'l ishlatadigan shirkatlar. Shirkatning ismi, adresi, uniki qanchalik pul boyligi bor, nima ishni qiladi degandek mazmunlar bor bir jadvalni e'lon qildik. Undan boshqa Xitoy Sharq Turkistonda yasagan bolalar lagerlari niki tizimligi. Bu tizimlikda 428 bolalar lageriniki ismi, adresi, qatorliq uchurlari bor. Bu ikki tizimlikni orqadan e'lon qildik. Buni hozir Uyg'ur axborot markaziniki inglizcha to'rbatiga chiqarib atdik. Ondan keyin men uni xilji-xiylarga mandurdim. Muxbirlar, hukumat xodimlari, meni boshqa qarindoshlarim mandiryotdi hozir har taraflarga, muxbirlarga. Shundan keyin men bilan aloqalashgan o'rinlar bor. Ular bilan hamkorlashib ishlarni qilyapmiz hozir. Shunda qilib biz bu yil e'lon qilgan jadvaldan 4 jadval bo'ldi. Uniki birisi ayni vaqtda buni bir yil burun Uyg'ur mashal gruppasi tayyorlagan jadval. U jadvalda shu Sharq Turkistonda vazifa o'tayotgan Xitoy Kompartiya amaldorlariniki uchurlari bor. Naila darajalik va undan yuqori Xitoy amaldorlariniki. Buni ayni vaqtda agar bir kunisi Xitoydagi jinoyatchilarni xalqaro sud tortishga to'g'ri kelib qolsa, bu zarur deb o'shta qilib tayyorlagan. Buni hozir Uyg'ur axborot markaziniki to'rbatiga chiqarib qo'ydik. Bu birinchi jadval. Ikkinchi jadval Sharqiy Turkistondagi nail darajalik va undan yuqori darajalik doktorxonalarniki ismi, adresi qatorliq uchurlar. Uningda 470 doktorxona bor. Bu uchurlarni to'plashdagi maqsad hozir bizning vatandagi nurg'un doktorxonalar Uyg'urlarniki ishga azosini oldigan ishlarni qilyotdi. Ashta boshqa bu anandakin xalqarodan zodi shu Uyg'urlarniki ishga azosini elish ishi Xitoyda qaysi darajada bo'lyotdi, yuz beryotdi degan narsalar to'g'riliq ko'p savollar bor hozir. Ashta bo'lgani uchun ma'lum darajadagi yip kuchini ta'minlaydi deb biz bu narsani tayyorlab e'lon qilyaptik. Bu meniki bir necha oyning oldida bilgan bir ahvolim bor. Meniki bir tuqqanim Xinjiang meditsina universitetiga
bir ish qilaman deb berib bo'lsa u maktabni yo'tkab ketibdi. Xususan aslida Urumchi shahrining ichida bu maktab. Kim bir avtobusda o'tirib, avtobusdan keyin eng oxirgi bekatga tushib, bog'lanadi ekan hozir yangi o'rniga. Bo'lsa bu oliy maktab hozir tog'ning ichida ekan, to'rt tarafida tog' bor. Aşağı bir yerdi ekan. Ondan keyin ishigida intayin qattiq saqchilar boqadi ekan ishikni. Menga to'qinib kirmayapti maktabga. Shu ishdan qaytarib o'tibdi. Mushtaq ishlar bo'lyotdi. Demak, bu maktabdami hozir shu Uyg'urlarning ishki azosini elib sotadigan ish intayin ig'ir darajada elib berilyotdi degan gap bu. Bo'lmasa oliy maktabni unchalar qattiq beqishniki, to'sib o'tishniki, ashtaq jirahaga yo'tkab ketishning imojiti. Shunga matizmlikmi bor. Shunday qilib hozir to'rt cho'ng tizimlik majburiy emgak zavodlari, bolalar lagerlari, doktorxonalar va Xitoy boshqarilgan tizimlik to'rt cho'ng tizimlik bor. Bularning hammasi hozir Uyg'ur axborot markaziniki tor betida, ingliz tor betiga chiqarildi. Bundan unumli foydalaninglar. Sizlardan uchrab so'raydigan kishilarga buni o'rgatib turinglar. Biz bu jihatdagi tirishchilikni bundan keyin davomlashtiramiz. Bu yerda men sizlarga tilga qo'yadigan bir ish mushu 3 jadval, bu Xitoy rahbarlaridan boshqa 3 jadvalniki vujudga kirishida men ayni vaqtda 2019-yili Uyg'ur Project fondini qurishdan burun Facebookda yiqqan pul boti. Bir qism shu axborot ko'rgazmasi bu narsalarni ochimiz deb yiqqan pul boti. Keyin ben toplagan iniler o iş qilmay boshqa Dünya Uyg'ur qurultayiniki televizordan ishlarini qilib ketib, ish qilib qolgan. O pulni xərclamagan o chaqda yaqinda men shu pullar bilan maoshlarni vujudga chiqardim. Endi bu yerda bu faqat pullarla vujudga chiqadigan narsa emas. Bundan boshqa millatga atagan sevgi, muhabbat, her qandaq bedel to'lashga rozi bo'lgan iroda mushtaq narsa bo'lishi kerak. Bu ishlarning hammasini pulli qilib olmaydi. Bizda ashtaq qarindoshlar bor. Ashtaq qarindoshlar intayin ko'p kuch chiqarib, maoshlarni vujudga chiqardi. Mush sohadagi cho'ng bo'shliqlarni to'ldirdi. Hozir ish qilib Uyg'urlar haqida, Xitoyniki Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik haqida tekshirish, tadqiqot ishlarini olib borayotganlarniki hammasi bu tizimlikka qiziqyotdi. Qiziqyotdi, shunga buni sizlarga deb qo'ygim keldi. Bu tizimliklar hammasi Xitoycha hozir. Mendan hozir qadar aloqalashganlarning hammasi bosmashni Uyg'urchaga tarjima qilsanglar, ana inglizcha tarjima qilib bersanglar deb talab qilyotdi. Agar mushni qilishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsa, sizlar oldindan shu Uyg'ur axborot markaziniki to'rbetiga kirib, majadvalarni ko'rib beqib, qasini qilib bersanglar, men mani qilib beray deb desanglar, bu bek cho'ng ish bo'ladi. Uni inglizcha qilib, uni inglizdan to'rbetiga chiqarib bersak bo'ladi. Buni Google orqali qilsa, xil obdan qilib bo'ladi. Google orqali qilib, adi xato bo'lib qolgan yerlarni o'ngshab qo'ysa bo'ladigan ish. Agar mush soati to'p qo'shadigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashinglar. Endi oldingi bir necha kun ichida shu bolalar lageri bilan majburiy emgak zavodlarining uchurlarini hammasini men Twitterga chiqarib atdim, inglizcha. Tünegin chiqargan uchurimda uniki jami 10 qismi bor. Hozirgacha Xitoyniki Uyg'urlar ustidan qilgan jinoyatlarini xulosalab qo'ydim. Bu mundaq narsalarni o'z ichiga oladi. 2014-yildan boshlab 9 milliondek Uyg'urni tutdi Xitoy. Buning ichida 1 million 800 ming Uyg'urni jazo lagerlaridan turmaga o'tkazdi. 2 million 100 ming Uyg'urni ishkiriga ketdi. Ondan keyin 1 milliondan ko'p Uyg'urlar o'lib ketdi. Mush uchlarning hammasi bor. Buni birlashtirib, biz muqaddam e'lon qilgan shu tizimlik bilan solishtirsanglar, buniki mavu sonliq ma'lumotlarniki nayt asosiy borligi chiqadi. Masalan, Adrian Zenz, doktor Adrian Zenz Sharqiy Turkistonda 1000 dan ortiq lager bor degan narsani e'lon qilgan. 1000 dan ortiq. Hozir 3251 zavod, korxonalar, zavod shirkatlarining borligini e'lon qildik. Ondan keyin 430 bolalar lageri borligini e'lon qildik.
Muşu lagerlardaki her birisinde qanchalik Uyg'urlar bor. Maşına qo'shib kelsanlar, andagi Xitoyning o'zini degan gaplar bor. 2014-yildan boshlab biz har yili 1.300.000 odamni qayta tarbiyalash o'rnida tarbiyalab chiqdik degan bayonoti bor bularniki. Maşını birlashtirsanlar, yuqoridagi sonlarniki nayta aqlga muvofiq ekanligini ko'rsatib turdi. Men mushuni yozdim. Mushuni davotiman. Men hozir o'zimniki barliq leksiyalarda, suhbatlarda mush gapni davotiman. Hozir Uyg'urlarga mushundaq cho'ng ziyon bo'lib ketdi, ammo bu dunyo Xitoyniki Uyg'urlarga qilgan ishi irqiy qirg'inchilikqa kirmamdi deb muzokara qilib o'tiryotdi. Bu muzokaraning oxiri chiqmadi tehi. Men tunugin chiqqan narsamda mush gap nima dedim. Shunga bu narsalar chet eldagi barliq Uyg'ur faoliyatchilarining qalasida aniq bo'lish kerak. Ma sonliq ma'lumotlardan foydalaninglar, sonliq axborotdan foydalaninglar. Davo yapgan vaqtlarda. Hozir Xitoy ikki kishini intan ching tutyotdi. Uning birinchisi bütün axborot usullarini qattiq cheklash. Xitoyning sirtqa chiqib ketishining oldini olish. Ikkinchisi isbotlarni yo'q qilish. Ashtaq bo'lganlik uchun xalqaro ishonchlik ma'lumotlarga erishamayotdi. Ashtaq bo'lganlik uchun tutilgan Uyg'urlarning soni 1 milliondan oshadi deyotdi hozirmi. Andikin Xitoyniki Uyg'urlar qilgani zodi irqiy qirg'inchilik emasmi deb shuni muzokara qilib o'tirdi. Hozir dunyoning hamma yerida mushtaq yig'inlar bor. Mush muzokara qilib o'tiryotdi. Sabab nima desa, ishonchlik axborot usullari, ma'lumotlar bo'lmaganligi uchun. Endi biz baholarni bütün kuchimiz bilan taqtayli. Eng oxirgi hisobda xalqaro tekshirish umiga bizning vatanga berib, bevosita tekshirmagichida Uyg'urlarga zodi qancha cho'ng ziyon bo'ldi bilmaydi. Lekin g'azg'ida ketaversak, biz intayin cho'ng ziyon uchraymiz. Bu beshimizga kelgan baloyi ofat qaysi darajaga to'xtaydi bilmaymiz. Shunga bu jihatda hamma qarindoshlarniki o'rtaq kuchishini umid qilaman. Mushu bir haftaning ichida men ikki suhbatga qatnashdim. Uningki birisi Washington DC'dagi Zumrat Davot singlimiz, anikin Avstraliyadagi Arslan Hidoyat va men uchimiz Angliya hukumatining, Londondagi amaliya hukumatining ma'mur xodimlar tashkilot o'rni bor ekan. Shu o'rinda ishlagan bir musulmon bola bor ekan. Shu bola tashkillagan buni uchimiz bilan suhbat o'tkazdi. Hozir Uyg'urlarning boshiga kelgan irqiy qirg'inchilik haqida bir soat suhbat qildik. Arslan bilan ikkimiz Zumrat Davlatsimizga tarjimonlik qilib berdik u yerda. Ashta bir ish bo'ldi. Undan boshqa meni shu chet eldagi nihoyatda muhim hukumatlarni nihoyatda muhim axborot ma'lumotlar bilan ta'minlaydigan bir think tank yoki aqliy nima deymiz, aqliy iskilot ashtaroq yaniki odamlari izlab kelgan, ular bilan suhbat o'tkazib, shu yaqindagi biz tayyorlagan jadvallar, andikin hozir Xitoyniki Uyg'urlarning ustidan yurgizgan irqiy qirg'inchiligi zodi qaysi darajaga berib yetdi. Shu butun sonliq ma'lumot men hozir qadar egallagan uchurlarimning hammasini berdim. Ba'dam ular ashani tekshirib, ratlab, anakin o'zlari bilishayotgan chet el hukumatlariga avatmoqchi buni. O'tgan hafta mana ishga cho'ng ish bo'ldi. Shunga buni maslahatli qilib dedim. Qisqasi Uyg'ur davosi uchun hozir bir qism nihoyatda muhim ma'lumotlar vujudga keldi. Bundan unumli foydalanayli. Meniki ümidim bu qatımki Uyg'ur sotimi bundan ma'lum darajada foydalansa belki yaxshi bo'ladi deb shuni bek arzu qilaman. Men sotga o'za borman deb boramadim. Men talonmay qoldim endi isbot berdiganga. Ashta bo'lsa-mu qolgan qarindoshlar, sotga borgan qarindoshlar va boshqa yerga faoliyatchilar bo'lsa Uyg'urlarniki beshiga kelgan hozirgi irqiy qirg'inchilikni yuqorqidek sonliq ma'lumotlar bilan xalqaro sahnaga chiqib, xalqaroniki Xitoyni to'sishini baldiroq qo'lga keltirish uchun hammiz o'rtaq tirishsak. Meniki sizlardan kutadigan umidim shu. Bu hafta mushunchalik so'zlayman. Aslida har haftada bir ozroqcha boshqa bir bilimga yetadigan narsani qo'shmoqchi edim. Bu haftadagi mazmun inja xo'p ketdi, unisiga o'zim oldirab qoldim.
Şuna bu hafta o doğru sözlemeymen. Bugünkü sizlarga dep berdigan sözüm mishada axırlaşıdı. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.